ishimiz. Buni repetitsiya ham qilib ko'rganimiz yo'q. Hozir sizlarni oldinglarda pishiramiz. Bitta pishiramiz. Qani onaxonga duo qilingchi boshlaymiz. Qani kim duo qiladi? Alloh qilayotgan ishlaringlar rivojini bersin. Amin. Alloh hamisha hamroh bo'lib, chiroyli pishirib olinglar. Amin. O'xshasin. Ish qilib tegib pishsin. Chunki do'stlar buni butun dunyoda sal mikrofonni pasaytirib qo'yingizchi. Mana degan. Butun dunyoda ham harakat qilib ko'rishgan, chet ellarda qilishgan. Burak degan bitta povur bor, o'sha degan. Lekin O'zbekistonda hali qilishmagan ekan. Endi birga qilamiz. Endi qaranglar, bitta qarsacham turinglar. Tegansizlar o'ziga qo'yib qo'ying. Hozir mana ko'ryapsizlar. Bizni mamlakat fuqarolariga taqdim. Bizani shef povurimiz kim edi? Sarvar aka? Qani Abu Bakr? Qani Abu Bakr? Abu Bakr o'zi hayron qanaqa qilamiz? Abduvali. Abduvali kimga qarsanglar? Yarim soat emas, shoshmasdan bemalol, ha? Bemalol bo'lmasa qarang. Xo'sh. Yo'lda o'tin bilan qilarkanmiz-ya? O'tin bilan. Mana shu o'tin cho'q bilan qilinarkan. Mana. Bu yerda tegiga aralashmasam qo'yiladi. Shunda pishiramiz. Endi tasavvur qilasizlarmi? Nechta pitsa bo'ladi bu yerda? Hozir endi qaranglar. Xamir mana kolbasalarimiz, sirlarimiz nechta xamir ketadi? 35 santimetr. 100 ta katta pitsa bo'lar ekan. 100 ta katta pitsa tasavvur qilasizlarmi? 100 ta katta pitsani hozir mana shunday tayyorlaymiz. Xo'sh, hamma Instagramiga qo'ysin. Bitta Anjomlar aktivini ko'ramiz. Qarang. Xo'sh. Rasmni oxirida tushamiz. Hozir mana tusha olmaymiz. Mana qilib olamiz. Pishirib keyin bemalol rasmga harakat qilamiz. Chunki odam atrofga ko'payga harakat qilamiz. Xo'sh, pitsalar mana. O'zi odatda bolachalar pepperonini yaxshi ko'radi, bilasizlarmi? Ha. Pepperoni kolbasalar. Sani bola pitsaga hamma kelib ko'rganmi bu yerda? Yeb ko'rganmi? Hamma yeb ko'rgan, ha? Bo'ldi. Kim qo'yadi? Yeb ko'rgan ekan. Qarang. Mana shifabra bilan o'ynani artmaymiz. Pitsalarimizga kerak bo'ladi. Mana kesajoni qaranglar kattaligida. Voy, mana pitsa oladigan qo'yin. Keyingisi agar bu o'xshasa, keyingisini Sarvar aka necha metr qilamiz keyingisini agar o'xshasa? 5 metr tayyormisizlar? Hozir 3,5 metr deysizlarmi? Bitta urinishda chiqsin. Xudo xohlasa duo qilib turinglar, katta. Bitta urinishda chiqsa yana ko'rishingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun duo qilib turinglar, bu juda ham mas'uliyatli qiyinish. Qopqog'ini qaranglar, ey. Qopqog'ini ekskavatorga yopamiz. Mana. Ekskavatorga olib qopqoq yopiladi. Tasavvur qilasizlarmi? Xo'sh. Balkon. Bu maxsus joy. Balkon deganlar. Qalaysizlar? Vaziyatlanashlar. Mana bugun Toshkentda Diyorbek Bekxonga qarsiga mana. Bugun endi birgalikda kayfiyatni zo'r qilib jamoaga 3,5 metrli chipsani Xudo xohlasa birinchilardan aynan Sariqona pitsani Andijon filialida qilamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar. Bo'ldi sizlar yaxshi ko'rishingizdani va Xudo xohlasa buni davomiy holda boshqa filiallarimizda ham davom ettiramiz. Katta ishlarimiz. Xo'p. Bu sousi qancha sous ketadi bu janolarga? Bitta pizzaga o'zi 100 gram sous ketadi. Hozir kilolar sous qo'shiladi. Bor. Nechidir 100
kalbasa qo'yiladi. Anta nechidir kiloni sil turibdi. Hammasini shu kuzinaning oldida birgalikda yoyamiz. Xamir eshitdinglar, 135 santimetrda 130 xamir yoyamiz. Bu degani hali seryozni jiddiy natija bo'ladi. Duo qilib turinglar. Zo'r o'xshadi pizzani. Nimasi bor? Ko'ramiz Anvar aka? Oshnasi. Shef o'g'limiz o'zlari.